Biz hozir Nijniy Larsdamiz, ya'ni tamojniga yaqin qoldik. Verniy Larsda tamojniy bo'ladi. Bir 10-15 kilometrcha qoldi. Hozir benzin quydik. Yana bir atrofni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Juda ham chiroyli tog'lar. Bu bizning mashinamiz qilt etmasdan kelyapti. Juda ham yaxshi mashina ekan, yumshoq. Kir bo'lib qolganini hisobga olmasa, отлично kelyapti. Hamma joyda magazin bor ekan. Hammaga salom. Biz Nijniy Larsdamiz. Endi Verniy Larsga chiqamiz hamda tamojnidan o'tib Gruziyaga. Ko'rishguncha.